Oldingizda ishlab turibdi, mana bu user, klient degan hali ham turibdi, to'g'rimi? Bor. Xo'p, avtentifikatsiyani oldingi safar yozdik, to'g'rimi? Avtentifikatsiyadan o'tmagansiz degan. Agar birinchi nimaga kirish kerak? Uni ko'rish uchun. Ha, mana hozir menga avtentifikatsiyadan o'tmagansan deyapti. Xo'p, adminga kirib nima qilish kerak edi? Xo'p, admin. Asr biz qaysi joyga keldingiz? Hali klient user qo'shmaydi o'zi. Xo'p. Oldingi safar hammasi yozildi. Endi buni masalan men chetdan buni test qilib ko'rmoqchiman-da. Qarang, imенно mana shu URL bo'yicha kimdir kirsa, u ham kirib ketishi mumkin, to'g'rimi? Mumkin shunaqasi? Ha, bu birinchi etapida REST API 1. Hozir buni davomi bor yana. Ya'ni token beradigan joy. Kirasiz, API V1 bor. 8000 dan keyin o'zi sizga URL ko'rsatadi, qayerga borasiz deb mana. Hop, keyin klient tanladik yoki user bor. Klientni tanlasam hamma klientlarni chiqarib beradi menga. Agar klient 1 deb yozsam, imенно ID'si bo'yicha kiraman. Hop, buni hozir user ko'raylik. Hop, shu narsa bor, to'g'rimi bizda? Hop, biz bittasini o'chirib tashlagandik. User 3 qilib turib. Hop, imенно 3-userni oldiga kelib oldim. Endi men boshqa joydan test ko'rmoqchiman buni, boshqa joydan. Hop, kirdik. Imенно loyihani ichidan bitta yangi fayl ochaman, yangi. Просто test degan, test. Yes, ochmaysiz, ko'rib turing просто. test.py. Tashqaridan bitta ochib oldim. Endi o'sha faylni o'zini ishlataman. Desktop st hop, first type 1 edi bu. REST deganim. Hop, ichiga kirib, muhitni ishlataman yana. Aktivat qilib. Imенно test py o'zi kerak bizga. Ya'ni biz buni imенно ichiga kirmas, boshqa joydan tekshirib ko'rmoqchi. Boshqa fayldan mana shu URLni tekshirmoqchiman. Xo'p. Bizda Python import request yo'q. Xo'p, mana bu yerda API URL degan, mana shu o'sha URLni tashlayman, yo'ligini tashlayman. Imенно nechinchida turganidan. Shuni olib turib, mana bu URLni tashlayman. Mana shu yo'lida qanaqa zaprosga ketayotganini ko'rsak bo'ladi. Ya'ni qaysi zaproslar. Xo'p. Bunga endi Hop, request bor, shuni tashladik. Endi buni print qilib ko'rib olishim kerak-da buni. Men buni yangi o'zgaruvchiga olaman. Printga shuni o'zini beraman, print. Hop, URLni mana bu tepaga shuna bossiz oladi mana shu URLni o'zini. Kopiya qilib turib, mana bunga tashlaydi ichiga, stringga. Hop, endi faqatgina mana bu faylni o'zim ishlataman. Bu boshqa. Bu yoqdan ishlatmayapman, ko'rayotgan bo'lsangiz. Yangi CMD ochib, boshqasidan ishlatmoqchiman. Hop, bu test payida. Hop, kirsam mana bu yerga ham zapros ketyapti, ko'rdingizmi? Boshqa CMD dan boshqa CMD ga zapros keldi. Forbidden API user 3 ga mana zapros ketdi deyapti. Men bu yoqdan tekshiraman desam, menga nima dedi? Avtentifikatsiyadan o'tmagansan deyapti. Hop, shuni o'chirib qo'yaylik. Qani? Hop, object mana bunga yozmagan ekanmiz. Hammasini o'chirib turamiz hozircha. Klient shart emas. Hadi user tekshiryapmiz-ku. Hop, yana bir tekshiramiz. Yana test pay o'zim ishlataman. Hop, qarasam, o'sha zapros ketdi bizga. Hop. Даже bunga ham ko'rsatyapti 17:05 da hozir get degan zapros ketdi user 3 ga deyapti.
Men boshqa CMDdan ko'ryapman. Username ekan password. Masalan, passwordini o'zini ko'rmoqchi bo'lsam, test payga o'taman. Qanaqa yozardik buni? Именно shuni ichidan bu bizga dictionary formatda kelyapti manba. To'g'rimi? Shuni endi faqatgina passwordini ko'rmoqchiman. Xo'p, mana bu yerga endi nima keysini yozsam nima ko'rsatadi menga? Passwordini o'zini. Xo'p, yana ishlatamiz buni. Qaraysiz, faqatgina passwordini o'zini ko'rsatyapti menga. Ko'rdingizmi? Boshqa CMDdan o'sha URL bo'yicha tekshiryapman. Agar o'sha permissioni bo'lmaganda, permission bo'lmasa mana shuni ko'rsatib qo'yadi hamma narsasini. Shuni bekitish kerak. Xo'p, bitta anaqa tashladim nima edi? Fayl tashladim. Yangi tekst. Ko'rdingizmi? Ha, Telegram gruppada bor. Ya'ni hozirgi mana shu REST API'ning davomi. O'sha papkaga tashlang, ya'ni davomi bu hozir. Qaysi? Qaraysiz, hamma narsasi boshidan yozilgan bu yerda. Xo'p, o'sha davom etamiz degan joy bor. Xo'p, mana o'rtasida davom etamiz degan. Bu boshidan oxirigacha-da, o'sha faylni boshidan oxirigacha yozilgan. 26 ga borasiz, 26 dan keyin yana birdan boshlangan. Xo'p, bormi? O'sha yerda birinchisi bor, my appimiz ichida models faylga o'zgartirish kirizar ekanmiz. Ya'ni abstract user nima edi? Nima qiladi shu? Ya'ni bekitib qo'yadi. Xo'p, hozir shuni esga qo'yaylik. Hozir bizda shifrlanganmi, yo'qmi? Ha, bo'lmagan. Hozir hamma narsa ko'rinib yotibdi. Открыть. Xo'p, рабочий stolda. Xo'p, shuni DB'sini o'zini ochaylik. Xo'p. Mana ko'rsangiz, hali mana username, password bizga ko'rinyapti. 1 2 3 4 5 ko'rinyapti hammasiniki. Ko'rdingizmi? Shuni endi bekitishimiz kerak. Bekitish nima kerak? Ya'ni o'shani abstrakt qilib olishimiz kerak. Xo'p, my app ichidagi modelsga. Xo'p, shuni hammasini olib turib, my app ichidagi modelsga yozamiz buni. Mana. Undan oldin yozilmagan abstraction degan narsa. Ha, uni yozib qo'yish kerak обязательно. Self.first name. Kichkinada yozilgan, kattadan kichkinadan. Xo'p, yozdingizmi? Xo'sh, nima deyapti? Xo'p, bitta tab berib olishimiz kerak edi bizga. Shuna xatolik chiqyaptimi sizda?
Xo'p, yozib bo'ldingizmi? Nima qilish kerak? Model yozgandan keyin. O'zgartirdik-ku hozir abstraktga. Migration migrate qilish kerak hozir. Nima xatolik sizda? Xuddi shu xatolik bo'lgan bo'lsa, bitta migration migrate qilishimiz kerak buni. Python migration. Xo'p, xatolik chiqazyapti. Nima qilish kerak hozir? Yangi narsani qo'shishga. Xo'p, my app ichida migration program 001 ni o'chirib tashlang initarligini. Qo'shganini. SQLite o'chiramiz. Ha. Xo'p, API ni ichidik. My app qatga qo'shmagan buni. Xo'p, mana buni yozib qo'yaylik. Oxiriga my app user. O'shandan keyingisi bor mana. Settings faylini oxiriga yozar ekanmiz. Xo'p, settingsga o'tib loyihani ichida. Ha, eng pastga shuni qo'shib qo'ying. Bu yana mana endi migration migrate. Ha, endi o'xshadimi? Migration migrate. Create super user ham bo'lish kerak. O'zi bizda yana boshqa xatolik chiqishi kerak edi. Mana shu migration qilganda biza nimasi bilan saqlanib qo'yamiz buni? Mana model yozganimizda xo'p, update data time field bo'lyapti bu yerda. Agar hozir bazani o'chirmasdan buni migration berganimizda bizga ikkita zapros kelish kerak edi. Ya'ni 1 bilan 2 yozuv chiqadi, ikkinchisi quit bo'ladi, ya'ni chiqib ketish. Unda birni tanlaysiz. Masalan, men vaqt bilan saqlanib qilganingizda bu narsa chiqadi. 1 deb yozdingiz. Masalan, men almashtirib ko'rsaychi. Xo'p. Imminda mana shu vaqt bilan saqlanib bo'lgan narsa chiqish kerak sizda. Chiqishi kerak edi bizda. Ba'zan o'chirganimiz chiqmadi. Hammasiga yes, saqlanib qoldi buni. O'shanda birni tanlaysiz, keyin time zone nuqta now. Shu narsani yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Buni yozganmidik o'zi? Bo'lganda. Agar etmay ketgan bo'lsam bo'lmadi. Xo'p, run server keyingisi nima ekan? Python manage.py migration qildik, migrate qildik. Endi serializer.py ga o'zgartirish kiritishimiz kerak ekan. Serializer.py ga. Ya'ni API ni ichida edi u. API ni ichidagi serializer ga yana qo'shimcha narsa yozamiz. Ha, mana shu klassni o'zini tashlaysiz. Ha, pastdan yangisini qo'shib keting. Xo'p, hech ahamiyat berganmisiz? Quarks bilan args degan narsa bor. Hozir biz token olishimiz kerak.
Hozir anaqa sizga ko'rsatyapti-yu nimada avtentifikatsiyadan o'tmagansan degan. O'sha narsani siz ya'ni kimgadir siz ruxsat bermoqchi bo'lsa, o'sha odamga token berishingiz kerak. U ham kirishiga, sizning ma'lumotlaringizni ko'rishiga. Xo'p, keyingisi API appimiz ichida view ga quyidagi kodlarni tashrif etganmiz. API ni ichidagi view ga. Buncha ko'p ekan. 5-inchisi. Ish bo'lmoqchi kerak. API ni ichidagi view ga tashrif etganmiz. API app ichida view. Yo'q, bu kerak emas bular. O'rniga tashlaysiz. Ha. Hozir bu nimaga yozilyapti? Hozir bitta narsa ustunovka qilamiz deb. Ya'ni bizga test qilishga kerak bo'ladi bu. Tokenni test qilib olishimiz kerak. Hammasini отдельно dictionary ichida yozmaslik uchun. Xo'p. Qaysi biri? Shuni ichidagi narsa-da o'zini. Bizdan oldin shu modelsi yozilgan hammasi. Ammo argis kvargis degani qancha obyektma parametr borligini bilmasa shunaqa yozadi. Nech narsa qanaqa ma'lumot kelishini bilmaysiz, shu narsa yoziladi. Xo'p, settings page ichiga yozishimiz kerak ekan shuni o'zini. Undan oldin REST framework allow degan narsani yozdik, to'g'rimi? Birinchi REST framework auto token degan narsani applarning ichiga qo'shishimiz kerak. Xo'p, my app settings esa app ichiga shuni qo'shamiz ham yangisini. REST framework auto token degani. Xo'p, bundan keyin biz mana REST framework degan narsani yozganmiz, to'g'rimi? Xo'p, installed apps ga Django framework auto tokenni qo'shasiz. Xo'p, buni qo'shganingizdan keyin bizda mana bu REST framework degan narsani yozganmiz. Qani? Mana. Allow any degani ruxsat berilgan degani. Ruxsat berish degani. Xo'p, shuni o'rniga tashlaymiz, shuni o'rniga. Xo'sh, bormi bu? API appimiz URL ga o'zgartirish kirgizar ekanmiz endi. API ni ichidagi URL ga. Xo'p, REST API Xo'p, s'larni o'chirib qo'yasiz. Xo'p, user bilamiz. Endi biza user qo'shganda userdan qo'shmaysiz-da uni, registrdan qo'shamiz yangisidan. Yozdikmi? Xo'p, keyingisi loyiha ishga tushiramiz. Yangi user bilan ro'yxatga o'tishimiz kerak ekan. Token qaytarish kerak. Xo'p. Yangi user bilan ro'yxatga o'tishimiz kerak ekan. Bo'ldi. Xo'p, ishlab turibdimi sizda? API Weber ga o'tasiz. /API Weber. Xo'p, biza register degan joyga o'tishimiz kerak. Register. User ga emasda. Xo'p, shu joyga kelishimiz kerak. Lekin hozir tokenni bu yerdan qaytarmaydi. Hop, bormi? Ha, registrga o'tasiz.
Hop, o'tgan bo'lsa post deganni bosing, post. No search table after token. Xatga qo'shishimiz kerak edi buni. Qolib ketdimi qaysi taraf? Ha, esdan chiqdi. Loyihani to'xtating. Xo'p, anaqaga settingsga after token narsani qo'shdik-ku hozir install appsga. O'sha komandadan keyin migrate komandasini berishimiz kerak edi. Python manage by migrate. Mana endi qo'shdi o'shani. Hozir yo'q deyotgandim-ku. Hop, run server teshadamiz. Sizga mana bunaqa qilib chiqarish kerak. Xo'p, chiqazgan bo'lsa, mana bu yerga biz bittalab yozib chiqmasligimiz uchun, ya'ni testni buni tezlashtirishimizga bizga postman degani kerak bo'ladi. Test qilishga, xo'p. Kirdik. Download postman deb yozing. Postman. Shuna kirdingiz, mana Windows 64 lik bor. O'shani o'zini olishingiz kerak. Nechi megabayt ekan u? Endi anaqani davom ettiramiz deb aytdik-ku, nima edi? Anvar aka. Shuncha narsani o'rganishga yana davom ettirib aytayotdingiz-ku. To'g'ri, zerkarli bo'lib ketadi. Xo'sh, masalan, ishga borsangiz ham sizga bunaqa o'tirib, mana buni yozing, mana buni ko'ring deb aytmaydi sizga. Hamma narsani o'zingiz qidirishingiz kerak-da. Sal zerkarli bo'lib qolishi mumkin. Chunki hammasi sizga tayyor o'sha bu yog'iga bermayman-da. O'sha hamma o'zi harakat qilish kerak. Sizga qilyaptimiz? Bu ustanovka qiling. Xo'p, kirgan bo'lsa, tepada bitta plyus bo'lish kerak sizda. Xo'p, mana bu tepada sizga shunaqa knopkalar bormi? Qani, plyus mana bu yerda.
Hop, hech narsa yo'q, to'g'rimi? Hop, plyusni bosing tepada. Bosganingizdan keyin mana buni URLni o'zini olib olishingiz kerak, qani? Mana shu registrga. Kopiya qilib turib, bunga tashlaysiz postmanga. Mana enter request URL deganga. Hop, tashlagan bo'lsangiz bitta send qilib ko'ring. Hop, not degan bo'lsa, endi bizga get emas, bizga post kerak bo'ladi. Mana bitta o'sha zaproslar yana boshqa. Bizlarning nima get, post, put, keyin delete. O'zi zaproslar ko'p mana. Bu eng ko'p ishlatiladi. Biz buni postga almashtirasiz. Hop, body bo'limiga o'tib, form dataga bosasiz. Hop, shu postni o'zi send qilib ko'rishimiz kerak. Nimalarni, qaysi fildlarni men to'ldirishim kerakligini bilishim kerak edi. Sizga chiqdimi shunaqa? Hop, yozamiz. Key degan joyga yozamiz. Ya'ni dictionary formatda bo'lgani uchun nima? Key value ga ajratadi buni. Hop, yozamiz. First name value ise unaqa aziz bo'lsin. O'zi galchka qilib ketaveradi. Keyingisi last name ekan. Mana send bor tepada. Ha, yozib bo'lgandan keyin send qilasiz. Last name, keyingisi username ekan. Aziz bir bo'lsin bu. Hop, keyingisi username. Aziz 001. Hop, keyingi password. Hop, mana endi sendni bosing, nima deydi? Bosdingizmi? Bunaqa token berish kerak bizga. Token berdimi? Hop, token bergan bo'lsa, yana bitta plyusga bosing, yana bitta yangi oyna ochib oling. Hop, imendan birinchi brauzerdan register emas, bizga masalan user clients ko'raylik, clients. Hop, o'tmagansan deyapti. Shuni oling, kopiya qiling shunisini ham, URL'ini. Hozirgi plyusni bosgan joyingizga postmanga tashlang shuni. Mana endi bunda get zaпрос bo'lish kerak. Ko'rishimiz kerak buni. Hop, sendni bosa sizga o'sha xatolik chiqazadi. Detail authenticationdan o'tmagansan deb. Buni oxirigacha yozib bo'ldik o'zi. Hop, hali tokenga kelmadik. Hali tugamabdi-yu mana bu. Hop, biz hozircha tokenni o'zini olib oldik, to'g'rimi? Tokenimiz bor. Endi esa login qismini yozib olamiz. API app view ni ichiga yozishimiz kerak ekan shuni. API ni ichidagi hop, API shuni qo'shimcha qilib yozib qo'ysak bo'ladi buni, agar bo'lmasa. User login view degani bormi? Hop, logindan o'tganda o'sha odamga ochib berish kerak shu narsani. Tekshiryapti. Hozir token oldi-ku, endi o'sha odam tekshirish kerak. Shu odam rostdan ham bormi, yo'qmi degan. Hop. Ha, API ni ichidagi view ga pastdan qo'shimcha qilib yozing buni. Hop, endi oxirgisi qoldi. Hop, API ni ichida URL yozishimiz kerak ekan. Bo'ldi shu. 9
Mana endi hozir tokenimizdan tekshiradi bu. Bo'ldimi? Xo'p, bunga ochdik. Sizda ham shuni chiqdimi? Detail authentication degan narsa. Xo'p, chiqqan bo'lsa, get zapros bor, shu yerda header degani bor, headers. Unga o'tasiz. Keyga yozamiz. Authentication deb yozsangiz va boshini yozsangiz, o'zi sizga chiqarib beradi. Xo'p, chiqazgan bo'lsa, value ga yozasiz. Token deb yozasiz. Bitta joy tashlab, boyga hozir olgan, ama postdan olgan tokenimizdan bunga tashlaymiz. Xo'p, stringsiz bo'ladi bu. Tokendan keyin bitta joy tashlaysiz, Ctrl V o'rniga tashlaysiz buni. Tashladingizmi? Xo'p, bitta send qilib ko'rishimiz kerak. Nima pustoy qaytardi buni? Nima sababdan? Xo'p, bizni klient bilan user o'chirib tashladiku bazani. To'g'rimi? Xo'p, endi bunga qo'shib olishimiz kerak klientlarni. Xo'p, adminga kirib. Birinchi klient qo'shishdan oldin nima qo'shish kerak? Klient kimni qo'sha oladi bizda? Xo'p, birinchi user qo'shish kerak. User Aziz bor. Klientga o'tib bitta klient yaratamiz. Qarang, men userni qayerdan yaratdim? Xo'p, user bor Aziz degan. Endi klient yaratamiz Aziz uchun. Lekin biz Azizni qayerda yaratdik? Ha, ya'ni postning o'zidan. Xo'p, endi klientga o'tib bitta klient qo'shamiz. First name Jahongir, last name olamiz. Xo'p, created user ID ga o'sha anaqa tanlab qo'yasiz. Ha, hozir Aziz o'zini bosing. Xo'p, shu Aziz o'ziga save qilib qo'ying. Xo'p, keyin men bu oynaga postman kirib ham send qilib ko'ring buni. Bizga o'sha bitta odamni chiqarish kerak klientdan. Sizga qaytardimi? Mana endi token bo'yicha, masalan, kimgadir siz token bermoqchisiz, token nima? Ya'ni kimga kirmoqchisiz, ya'ni front-endchiga token berishingiz kerak. Bunga faqat mana shu URL tashlaysiz, token qaytaradi, o'zi kira oladi bunga. Ya'ni nima edi? Yana qanaqa pользовательlar borligini boshqa odam ko'ra oladi. Emailni anaqadan kirishi shart emas, admin anaqa qilib. Xo'p, tokenni qayerdan ko'rasiz? Tokenni mana bu yangi avto token degani ochadi. Qaraysiz mana. Azizniki mana tokeni. Hammani ko'rib turasiz. Endi SQLite o'zidan ko'raylik buni. O'sha pasportlarni bizga anaqa qilish kerak edi, nima edi? Shifrovka qilish kerak. Как раз pasportlari o'shanaqa bo'lgan bizda. Shifrovka bo'lgan. Buni ham hozir test qilib ko'rishimiz kerak. O'sha bekitdimi yo'qmi qolib test. Endi buni siz ham yozsangiz bo'ladi hozir testga. Xo'p. Tepadagi eng главный papkani oldiga borib, o'ng tomonni borib, yangi fayl oching. Test va любой narsa degan. Ochdingizmi? Xo'p, shuni ichiga bitta yangi boshqa CMD bilan kirishimiz kerak. Desktop.
muhitni aktivatsiya qildingiz. Hop, chiqamiz orqaga. Keyin ichida o'zini kodi bor. REST IP get zaprosga. REST IP Python get deb yozasiz. Hop, shunga kirdingizmi? Kompyuter qani? Yo'q, qanaqa yozasizlar u? Qaysinga? Yo, men sizga ransiya bering demadimmi? Просто anaqa qiling dedim. Muhitni ichiga kirdingiz, o'sha papkani ichida turib turing bo'ldi. Hali muhitni o'rnatib anaqa qilmang. Aha, bo'ldi. Mana shu yerda anaqa kodi bor. Mana bunga kirdingizmi? REST IP Python get deb yozing. Mana boshqa fayldan turib, o'sha anaqangizga URLda yangi odam yaratingiz bo'ladi. Usermi, klientmi? Xo'p, Python and REST IP degani bormi? Xo'p, o'shani ichiga kirasiz. Mana shu yerda o'zini kodi bor edi buni. Import request. Ha, mana ekan. Meni men Python deb yozgan. Ha, bu yerda pastroq tushasiz. Xo'p, shuni polni kopiya qilib boyga test faylga tashlaysiz. Test fayl ichiga. Yo'q, to'k emas. O'shani nima edi? Klient emas, iminni bitta dona qilish bo'yicha kirishimiz kerak edi. ID'si bo'yicha clients 1 qilaylik. Bitta odamning o'zi kerak bizga. Mana shu URLni olib turib, shuni o'rniga tashlab tepada. API URL degan gap. Xo'p, bizga JSON formatda qaytaradi. Buni bitta yangi o'zgaruvchi berib qo'yamiz. API deb yozib qo'ydik. Print qilsa nima qiladi? Konsolda ko'rishga. Biroz shuni o'zini yozib qo'yasiz. Xo'p, hali hech narsa ustanovka qilmagan bo'lsangiz, bizga xatolik berish kerak. No module. Sizda xatolik chiqdimi yo'qmi? No, просто CMD ga kirdingiz, muhitni aktivatsiya qildirasiz, bo'ldi. Ha, muhitni aktivatsiya qildirasiz, shu papkaga kirasiz. Keyin o'sha yangi faylingizni o'zini ishlating. Test deb yaratdingizmi siz ham? Mana shu testni o'zini ishlatishimiz kerak. Hop, no module name deyaptimi? No module name request deyaptimi? Keep install. Bo'ldi, yo'q deyaptimi? Request. Oxirida s ham bor. Request emas, requests bo'ladi. Bu ustanovka bu mana testni o'zini ishlating. Ha, yo'q deyapti. Boyga anaqani olib tashlang, qayerda edi shu? View'damida permissionlari. List, update, create. Xo'p, faqat klientnikini o'zini olib tashlang. User client.
O'sha zaprosni yana bitta berib ko'rasiz hozirgina. O'sha test faylini ishlatasiz. Yana o'shami? Bo'ldi, o'sha bundan oldingizda ko'rgan bo'lsangiz, o'sha vaqt permission olib tashlasam nima deyotgandi? Olib tashlasam ham ko'rsatyotgandi boshida. Mana endi faqat shu odamlarning tokeni bo'yicha ko'rsatadi. Agar kirishga ruxsatnomasi bo'lsa, keyin kirgizadi. Bo'lmasa kirgizmaydi unga. Nimasini? Kimgadir ruxsatnoma berishingiz kerak-ku kirishiga. Masalan, katta komanda bo'lsa, masalan, front-end bilan back-end ishlayapsiz, siz back yozasiz, front ham sizga kirib, masalan, informatsiya ko'rmoqchi. Siz unga o'sha tokenni olib berasiz. Ha. Tekshirgandan keyin o'sha avtorizatsiya qilib, mana shu permissionlar har doim yoziladigan narsa bu. Любой saytda permission middleware bo'ladi. Chunki kim kelyapti, uni tekshirish kerak-ku, hamma narsa yozilinadi. Mana hali bot qilmoqchisiz, botnikini ham tekshirishingiz kerak uni. Kim kelyapti, permissioni unda ham o'sha middleware bo'ladi. Savolingiz bormi yo'qmi? Imенно mana REST IP bo'yicha. Yana ko'proq videolar ko'rish kerak-da bunga. Uyda yana bitta buni ko'proq yozib ko'rasiz o'zingiz. O'chirib yana boshidan. Hop, template olaylik yangi. Papga tashab qo'ydingiz mana qani o'zini? Doctors deb ochib template ochdingizmi? Static bilan tashladingiz. Xo'p, birinchi endi muhit o'rnatib olish kerak. Desktop. Hamma XML o'zida ishlatib olish kerak. Python minus. Start. İşaret gördünüz mü? Hop, API'si adını Doctors deb yozib qo'ying. Mayap emasdi, Doctors. Har doim mayap bo'lavermasin. Ha, sir ekan. Abdurahmon Abdulla nima savollar bor o'zi? Uyda yoz deydi, to'g'rimi? Nima bo'ldi? Ha, hali ham shundamiz, 3 kundan beri. Shu Camdrop qilyapsiz-da? Ishlatdingizmi? Qani shu? Birinchi qiladigan ish, birinchisi ketma-ketligi. Hop, settingsga qo'shish kerak. Birinchi hamma ishni mana shu tugatinglar. Settingsda ish qolmasa import o'z.
Shunaqasi hop bizda anaqa templates bilan site degan papka ham bor, uni ham qo'shib ketamiz. Hop, keyingisi install appsga qo'shib qo'yishimiz kerak, doktor. Templates. Xo'p, yana nima qo'shamiz? Staticga qo'shishimiz kerak edi. Static files dirs bo'ladi. Static files dirs. Yo'q, statik yozilmaydi. U media bo'ladi. Abdullo endi nima qilaman? Endi men settingsga qo'shib bo'ldim. Endi nima qilishim kerak? Templateslarni ishlatmoqchiman. O'shani qayerga yozaman? From deb yozish uchun. Abdullo, Abdurahim. Просто templatesni o'zini ishlatmoqchiman. HTML fayllarni o'zini ishlatishim kerak. Просто. Xo'p, view o'tamiz. Anvarga nima yozamiz? Hop, from nima deyman? From Django nuqta views nima deyman? Generic import deyman. Pass template deyman. Hozircha просто ishlatishga buni class bizda nima bor birinchisi? Price index page index page template view birdaniga hammasiga ishlatib ketsa bo'ladi shuni. Hammasiga. Bittalab yozmasligiga. Ha, просто ishlataylik hozir. Qadida nimasi bor? Xo'p, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 bitta ekan. Indeks bilan bitta. 1 2 3 4 5 6 kerak emas bo'lsa to'plashimiz-da. Xo'p, aboutdan keyin nima? Rename deymiz, ham ko'chirib olamiz. Contact detail. Bu detailga ham alohida ekan bu.
Hop, detail. Qani detail? Hop, bu ancha normal saytga o'xshayapti bu. Detail, index bor, price. Bu search nima ekan? Search. Qaysi? Qayerda rasm bor ekan? Men olmadim prosesdan bir readme degan tanib chiqasizda buni. Böyle saytdan o'tgan hop KXT. Qanaqa foydalanish yozib chiqqan deb yo'q. Search service. Şu search qalıyor nima joyi bo'lsa. Search. Bu hammasi doktorlar ekan u. Mana qaysidir joydan olib chiqish kerak deb buni. Ha, bu mana bu joyda ekan mana. Qarang, mana bu blog grid degan joylari bor-ku. Team bor. Bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti, yetti, sakkiz, to'qqiz, 10 bitta. Mana nechta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bitta. Team nega test teamini bor? Test team. Hop, price bor, detail bor, search bor. Qaysi biri qolib ketdi o'zida? Demakki indeks qolib ketyapti demakmi? Tepada bor bitta. Lekin 10 ta bo'lib qoladi hozir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta ko'rdingizmi? Hop, team bor, servis bor, price bor, price bor. Detail, contact, blok degani yo'q ekan, blok. Hop, endi bitta URL ochishimiz kerak shuni ichida. New file urls. Hop, agar ahamiyat bersangiz, masalan, har bitta joyda mana bunaqa kerak bo'lmasligi mumkin. Nima deydi? Kontakt jo'natadigan joy bor-ku. Hamma peji shart emas, to'g'rimi? Imенно qaysidir birlarida bo'lishi kerak. Ha. Django.urls import pass. Hop, endi view-ni ham chaqirishimiz kerak ekan. From .views import yulduzcha. Hamma to'ldirib o'tirmaydi deb yo'da. URL patterns. Hop, pass главный joy virgul index page view.
ASCII shu klassni ishlatadi. Hop, shundan 10 bitta bo'lishi kerak ekan. 1 2 3 4 Hop, keyingisi detail, keyingisi price. Hop. Hı. Yaxshi narsa o'rgatmayapsiz lekin. Yaxshi narsa o'rgatmayapsizlar deyman. Bu qanaqa video tashlab qo'yingchi menga videolarni. Shunisi kerak bo'lyapti yozdim. Hop, yozib oldingizmi? View. Hop. Ancha kattagina sayt ekan deb, ya. Mana teo tugatish uchun mana o'tganmiz-da, yo'q qanaqa qilib HTML ga qanaqa chiqazishmadan zadachani aytaman, shuni o'zinglar qilishinglar kerak-da. Agar buni har darsga bo'lib o'tadigan bo'lsa, dars ham tugab qoladi-da. Masalan, hozir 1 oy bo'lsa, 1 oy shuni mana qilish kerak bo'ladi. 1 oy emas, bundan ham o'tib ketishi mumkin-da bu. Agar yana yangi narsalar qo'shamiz desa ichiga. Har doim qilingan emas, qilinmagan narsani yozish kerak-da endi. O'sish bo'lish uchun yangi narsa yozish kerak. Har doim bitta narsa yozilgani, ya'ni повтор yozsangiz, u просто повторение bo'ladi. O'sish emas, qaytarish bo'ladi. Nima deysiz? Nimaga? O'zi ikkita dars bu. Bir yil vaqt ketadi, 1 yil. Bo'ldimi? Xo'p, endi anaqaga o'tishimiz kerak. Loyihani ichidagi URLga o'tish kerak. Include chaqiramiz. Include. Hop, as
Yo'qdir. Menimcha ishladi. Ishladimi? Xo'p. Mana endi nima ish qilish kerak? Bo'ldi. Ishladi. Taxta bo'lib turibdi. Birinchi qiladigan ish. Xo'p, indeksga o'tmaymiz. Shu yerda o'zdan base qilib ketaylik. Template base qilaylik. base.html. Xo'p, bitta shu indeksini olsak bo'ladi. Qayerga qayda bo'ladi? Buni header qayerda ekan? Buni header degan joy bo'lish kerak bizga. Nimada? Ha, headda o'zi bor-da. Header degani yo'q. Xo'p, qidiraylik. Yo, bizga header kerak-da hozir. Header bilan footer qismi o'zgarmas. Xo'p, pastga tushdim. Footer and. Hop. Bu tag yozmabdi-da bu. Hop. Top bar start degan joy bor ekan mana. O'shani endi kerak bizga mana. Home about block grid degan joylar qayerda ekan buni? Hozir boshini to'g'irlash kerak-da buni. Hop, medial contact. Hop, indeksda mana 102-qatordan olishimiz kerak. 102dan. End deganidan. Shuni oxirgi 102-dan boshlab olamiz. Ctrl X bilan qani base tashab tepadan load static. Ha, eng tepasiga yozib buni. Tepasiga load static, o'rtadan block content and block content yozasiz. Chunki kontakt degani ham oxirida turibdi-da mana. Kontakt bilan tugayapti bu. Biz mana bu joy o'zgaradi bizdan. Best degan joy. Block content and block. And block content. Hozir ko'raylik mana bu joyni. Block and nimada tugagan?
Mana shu footer startdan o'raylik 534-qatorda. 534 dan eng pastgacha. 534-qatorga keling indeksda. Xo'p, shu yerdan eng pastgacha oling. Ha, blok enddan eng pastga Ctrl X bilan base ga olasiz. Mana bu end blokdan keyin tashlaysiz. Blok bilan end blok o'rtasida hech narsa bo'lmaydi. Tashladingizmi mana? Bunaqa boshlandimi? Footer startdi. Xo'p, qanaqa? Indeksga o'ting, indeks. Tagiga end blok content eng tepasiga anaqaga ulash kerak, buni base ga olib. Yozdingizmi? Extend this base HTML. Fin doctor appointment degan xat ekan buni. Xo'p, eng pastga yozdingizmi? End block deb. Xo'p, yozgan bo'lsangiz base'da endi CSS'lar bilan JS ni ulashingiz kerak. Xo'p, mana birinchisi bor ekan. Favicon degan. Hammasiga boshiga static deb yozamiz. Static string ichida. Xo'p, mana bu HTTPS bilan boshlangan yozmaysiz buni. Xo'p, lib stop CSS degani bormi o'zida? Xo'p, static ancha mehnat qilingan ekan bunda. Mana bu liblar ham bilinadi. Static
Bu saytda qanaqa indeks? JavaScript JS. Og'ir ishlayapti saytim. Sizda qanaqa chiqdi? Sizda qanaqa chiqdi deyman? Xo'p, statik ichida lib degan narsa bor ekan. Yo'q, buni lib ham bo'linadi. Lib degan alohida bor ekan. Lib degan papka mana. Nima deysiz? Ko'p bo'lib qoldimi? Xo'p, mana bu lib degan papkasi ham bor ekan buni mana. Statik ichida lib degan papka bor mana. Lib qani? Lib over causal ichida access degan papka bor ekan. Uni ichida narsalar bor ekan o'zini. Shularni ham ulash kerak. Hop, qani bu? Mana bu liblar bor. Men kutubxonamda o'tirdim mana. Tepada. Agar shu narsa ulanganiga chiqmagan bo'lsa, новое окно qilib ko'ring. Yangi okno oching. Xo'p, mana bu yerda 3 ta anaqa bor, mana bu yerda. Новое окно qiling, o'sha yerda ochib ko'ring. Nima deyapti? O'xshadimi? Prosta oldingi 8000 da ko'p yozganmiz-ku. O'shani eslab qolganda bu. Imini mana shu anaqada oynada eslab qolgan. Faqat 8000 ga ishlatasiz-ku. Новое окно. Mana bu yerda chiqadi. Xo'sh, bizda doktor sigani qayerda edi endi? Xo'p, agar shunga informatsiya qo'ymoqchi bo'lsangiz, imini mana shu o'ziga doktor deb yozaylik. Doktor dedi bor edi. Nasıl? Birinchi hozir hamma HTML ishlatib oling, birinchi shuni o'zini hammasi ishlasin. Ha, shunaqa qilish kerak buni. Uni ulang, mana hozir sizga zadaniya aytib, hamma rasmlar ochilsin. Mana 10 bitta page bo'lsa, 10 bitta pageda hammasi rasm chiqsin. Chunki biz ko'rishimiz kerak, qayerda nima rasm borligini. Uni ulash kerak, hammasi ham tepaga ulanish kerak. Mana header joy bor, home, about degan joy. Mana shu ulash kerak. Vaqtda oladigan joyi mana shu rasmlarni ko'rish bilan anu joy. Menda ba'ziga informatsiya qo'shib chiqish kerak-ku. Mana shu joy vaqtda oladi. Chunki o'tga hali base ulanmaganda.
Nima deysiz? Ha, chaqirish kerak uni. Xo'p, zadaniya hozir base'ga ulaysiz hammasini. Keyin hamma rasm ochilishi kerak boshqa page'larda. Home, about, service'da yana rasm bo'lishi kerak bu yerda. Hammasi hali taxta o'yibdi buni.